Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimizda homiladorlik vaqtida stressga tushish xavflimi degan savolga javob beramiz. To'liq ma'lumotni olish uchun esa albatta videoni oxirigacha ko'ring, obuna bo'ling, like bosing, kommentariya yozing va onajonlarga ulashib qo'ying. Albatta bizning kanalimizga yurishiga yordam bersangiz juda xursand bo'lgan bo'lar edim. Bu ma'lumotlarni biladigan insonlar albatta o'tkazib yuboring. Bu ma'lumotlar faqat bilmaydigan onajonlarimiz, to'g'rirog'i endi ona bo'lish arafasidagi yo bo'lmasam endigina homilador bo'lgan onajonlar uchun juda ham kerakli ma'lumot. Demak, biz boshladik. Homiladorlik vaqtida aksariyat onajonlarimiz stressga tushishi kuzatiladi. Bu esa bolani o'zgarishiga sababchi bo'lamiz o'zimiz bilmagan holatda. Undan tashqari stressga tushish asosiy sabablaridan bittasiga keladigan bo'lsak, bu oilaviy nizolar hisoblanadi. Shu sababli o'zimiz bilmagan holatda bolajonlarga ziyon yetkazib qo'yamiz. Homiladorlik vaqtida stressga tushish, ya'ni yig'lash, siqilish, soch to'kilishi, gormonlar o'zgarishi, uyqusizlik, bosh og'riqlariga olib keladi va bolani shaklini o'zgartirib yuborishga ham ta'sir qilishi mumkin. Albatta bu esingizdan chiqmasin, chunki birinchi trimestr, ya'ni 1 oylikdan 3 oylikgacha bo'lgan oraliqda ko'p siqilsangiz bolaning shakli o'zgarib ketish ehtimoli bor. Hattoki bitta ko'zi yo'q bo'lib yoki birorta tana a'zosi yo'q bo'lib qolishi yoki oyoq qo'li uzun yoki kalta bo'lib qolish ehtimoli kuzatiladi. Shuning uchun onajonlar juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Siqilish juda ham katta ta'sir qiladi. Bundan keyingi trimestrlarda esa bolaning asab sistemasi rivojlanganligi sababli uning asab sistemasiga juda katta ta'sir yetkazasiz. Ya'ni bola juda ham asabiy va jahldor bo'lib qoladi va bu keyinchalik qo'lingizga olganingizdan so'ng ham o'zingiz qiynalasiz, chunki bola juda ham asabiy, yig'loqi, kechasi yaxshi uxlamaydi, iloji bo'lsa uxlamaydi ham. Shunaqa yomon oqibatlarga olib keladi. Ham o'zingiz asabiy bo'lasiz, ham bola. Keyin shu davom etib ketaveradi. Bir kunda to'xtab qolmaydi bu. Katta bo'lsa ham keyinchalik bosib ketadi. Agar qolsa, bo'lmasa, katta bo'lganda ham o'zingizda ko'rasiz. Ma'lumot yoqqan bo'lsa like bosing. Hammaga rahmat, obuna bo'lish esdan chiqmasin.